Mamlakatimizda ekologik muvozanatni ta'minlash, atrof muhitni muhofaza qilish hamda aholining yashash sharoitlarini yanada yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida kuzgi ko'chat ekish ishlari barcha hududlarda keng miqyosda davom etmoqda. Mazkur ezgu tashabbus doirasida Bo'ka tumanida ham bir qator amaliy ishlar bajarildi. Xususan, Ohangaron Guliston avtomobil yo'li atrofida korxona va tashkilot xodimlari, mahalliy yettiligi vakillari hamda ko'ngilli fuqarolar ishtirokida ko'chat ekish ishlari uyushqoqlik bilan tashkil etildi. Mana bugun muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan xalq xayriya hasharida Bo'ka tumani xalqi ham qatnashyapti. Mahalla yettiligi, mana yoshlarimiz, hokim yordamchi, raislar hammasi ishtirokida mana haligi xayriya hashari bu yerda tashkil qilingan Yashil makon dasturi doirasida. O'shaning uchun mahallalarda ham prezidentimiz tashabbusi bilan e'lon qilingan obodonlashtirish oyligida ko'chalarni tozalatish, devorlarni oqlatish, tandir o'choqlarini obodon qilish, ko'chalarga xonadonlardagi tomorqalarni choptirib kuz-qishga tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Tadbir davomida manzarali, mevali va tez ildiz otuvchi daraxt turlarining minglab ko'chatlari ekildi. Turlar tanlashda tuproq sharoiti, iqlim xususiyatlari hamda parvarish imkoniyatlari inobatga olindi. Ko'chat ekish jarayonida har bir niholning ildiz otib, o'sib ketishiga alohida e'tibor qaratildi. Shu maqsadda sug'orish tizimlari yo'lga qo'yilib, ko'chatlarni muntazam parvarishlash, atroflarni tozalash va obodonlashtirish ishlari tizimli ravishda amalga oshirildi. Tumanning Jag'albayli mahallasiga qarashli ushbu maydonda tumanning barcha korxona tashkilot rahbarlari, shu jumladan mahalla yettiligi ham faol ishtirok etmoqda. Bugun ushbu maydonda barchamiz jam bo'lib, mingdan ortiq mevali va manzarali daraxtlarni ekyapmiz. Albatta, ushbu daraxtlarni kuz faslida ekilishining ham o'zining sabablari bor. Bugun ekilgan ushbu ko'chatlar qish faslida suvga to'yingan holda tomir olsa, albatta erta bahor ko'karib, tabiatga o'zining foydasini bildiradi. Biz yoshlar yetakchilari muhtaram yurtboshimiz tomonidan ilgari surilgan ushbu loyihani to'liq qo'llab-quvvatlaymiz va labbay deb javob bergan holda ushbu loyihalarda faol ishtirok etamiz. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida olib borilayotgan ishlar nafaqat hududning ekologik holatini yaxshilashga, balki aholining tabiatga bo'lgan munosabatini o'zgartirishga xizmat qilmoqda. Tabiatni asrash, yashil muhitni yaratish har bir fuqaroning vatan oldidagi muqaddas burchidir. Bunday ekologik tadbirlar esa kelajak avlod uchun toza, yashil va sog'lom muhit yaratish yo'lida tashlangan muhim qadamlardan biridir.